Oqbosh o'rdak. U o'zining g'ayritabiiy ko'rinishi, ayniqsa ko'k rangli tumshug'i va oq boshi bilan ajralib turadigan, juda kam uchraydigan suv qushidir. Bu qush hozirgi kunda yo'q bo'lib ketish arafasida turgan, juda kam uchraydigan tur hisoblanadi. Uni O'zbekistonning quyidagi hududlarida uchratish mumkin. Janubiy Orolbo'yi, uyalash va ko'chish davrida, Buxoro viloyatidagi suv havzalari, Amudaryo va Sirdaryo havzalari, Farg'ona vodiysi va markaziy Qizilqumdagi ko'llar. Qishlash uchun u ko'pincha dengiz ko'l, Hadicha va To'dako'l kabi suv omborlariga uchib keladi. U ham havoda yaxshi uchadi, ham suvda ham mohirlik bilan suza oladi. Oqbosh o'rdaklar yilning turli mavsumlarida ozuqa va qulay iqlim izlab uzoq masofalarga uchib o'tadilar. Xo'rozining tumshug'i bahor oylarida ochiq ko'k rangga kiradi. Bu esa ularni boshqa qushlardan ajratib turadi. Bu qush nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda muhofaza qilinadi. Uning soni juda oz bo'lgani uchun uni ovlash qat'iyan taqiqlangan. Biz bu qushlar yashaydigan ko'llar va suv havzalarini toza saqlashimiz kerak.